Tarixda biz otalarimiz Ko'k Turkiylar imperiyasiga asos solgan va Ko'k Turkiylar imperiyasining davlat ramziy bayrog'i esa moviy rang bo'lgan. Oradan asrlar o'tgan, Qarluqlar imperiyasiga asos solgan. Oradan yillar o'tgan, Qaraxoniylar bo'lib o'zgargan va yana o'sha Qarluqlardan chiqqan boshqa bir qabila G'aznalilar imperiyasiga asos solgan va u G'aznalilar imperiyasining davlat ramziy bayrog'i esa yashil rangda bo'lgan. Oradan yillar o'tgan, Mo'g'ul bosqinlari bo'lgan va Mo'g'ul bosqinlaridan keyin Sohibqiron Amir Temur Temuriylar imperiyasiga asos solgan. Temuriylar imperiyasining ramziy davlat bayrog'i esa moviy rangda bo'lgan. O'rtada 3 ta oq halqa bo'lgan. Va do'stlar, oradan yillar o'tgan, Temuriylar imperiyasi qulayotganda Shayboniylar sulolasi kelib Turkiston qutqargan va Shayboniylar davlatini ramziy davlat bayrog'i shu. Sohibqiron Amir Temurning nevarasi Bobur Boburiylar imperiyasiga asos solgan va Boburiylar imperiyasi 332 yil Hindistonda hukmron bo'lgan va Boburiylar imperiyasining davlat ramziy bayrog'i esa yashil rangda bo'lgan. Oradan yillar o'tgan va Turkiston davlat qurilgan Boran nahrida, Turon hududida. Va u Turkistonning davlat ramziy bayrog'i esa qizil, moviy, o'rtada oy va yulduz bo'lgan. Oradan yillar o'tgan, afsuslarki tobe bo'lganmiz va mustaqillikka chiqqanimizda 1991-yil 18-noyabr kuni davlat va millat ramziy bayroq qabul qilingan va bugungi bayrog'imiz esa shu. Lekin bayrog'imizda qanchalar ma'no borligini bugun ko'rsatgimiz keldi xolos. Va shuni ham eslatamiz. Moviy rang aslida turkiylikni bildiradi, turklikni. Yashil rang esa islomning milliy ramzi hisoblanadi. O'rtadagi ikkita qizil do'stlar, mustaqillik uchun qon berganmiz. Kerak bo'lsa, yana bir marotaba qon beramiz. O'rtada oq bo'lishi bejiz emas. Buni yana bir marta eslatgimiz keldi xolos. Ko'rishguncha.